Kecha bo'lib o'tgan Portugaliya Ispaniya o'yinidan oldin video joylagan edim. To'g'risini aytaman, chin yurakdan Ronaldoni yomon ko'rmayman, to'g'risi. Kecha Ronaldoni yig'laganini o'yindan keyin ko'rib, ishonmaysizlar, shunaqa darajada ta'sirlandim. Bu inson Ronaldo, Messi, Neymar juda ham millionlagan insonlarni futbolga qiziqishini uyg'otgan, futbol ko'rishga majburlagan insonlar. Bu insonlarni yomon ko'rib bo'lmaydi. Uchalasini ham oxirgi mundiali, oxirgi jahon chempionati Messi bir marta yutdi. To'g'risini aytaman, chin yurakdan finalda Ronaldoni komandasi yo Neymarning komandasi yo Messining komandasi finalda duch kelishini xohlagan edim. Afsus, unday bo'lmadi. Ronaldoni yomonlab video qo'ygan sababi, ko'p diagnoz qilgan paytim doim chap past chiqaychida. Doim men gapirgan gapni naboroti bo'lachida. Bilmadim, nimagadir bu safar to'g'risi bo'lib qoldi. Nima demoqchiman? Neymarda Ronaldoni yig'laganini ko'rdim. Bu insonlar juda ham katta emotsiyalar bergan, futbolga qiziqishga meni aynan sababchi bo'lgan. Shularning orqasidan futbol ko'rishdi, shularning orqasidan futbol o'ynashimga sababchi bo'lgan. Yoshligimdan mana nechadir yillar, pasti 20 yillar mobaynida mana shu insonlarni tomosha qilib ko'rib kelganman. Ronaldoni yutishini xohlagandim asqaradonlar. Naborot video qo'ygan edim. Men nimadir qo'ysam, doim chappasi bo'lib kelgan, nimagadir yutkizib qo'ydim. Nima ham deymiz, oxirgi mundiali Neymar, Ronaldo chiqib ketdi, endi Messi qoldi. Fransiya kuchli komanda, meni diagnozim Fransiya finaliga boradi. Argentinani lekin chempion bo'lishini xohlayman. Portugaliya yo Argentina yo Braziliya chempion bo'lishini xohlagan edim. Afsus, Portugaliya bo'lmadi. Endi Messidan kutamiz ko'p narsa. Ronaldoni yomon ko'rmayman, az qadrdonlar. Ronaldoni yaxshi ko'raman, chin yurakdan yaxshi ko'raman. Futbolda otasi bu insonlar, otasi. Futbolda otasi bu inson. Lekin aybga buyurmaysizlar, shunday bir ko'tligim tutib qolgan payti pidaras videolar qo'yib qo'yaman. Yomon yig'ladi, lekin ko'ngillarim bo'lmadi, qo'shilib yig'ladim, rostini aytsam.